erimdan, qaynonamdan, qaynotamdan, qaynagachilarimdan, qaynisinglimdan, короче, erimni butun o'rag'aymog'idan to'yib ketdim deb bitta podpischikimga yozib olibdi. To'g'risini aytsam, o'qib qo'yib ketdim. Bu opa shunaqangi vajohat bilan yozdilarki, hozir bironta maslahat berib qo'ysam, tag'in boshim baloga qolib ketmasin deb tinchgina cho'rniga tiqib qo'ydim. Короче, yo'q uyqimni ham bir joyga tiqdizdim deb kechasi turib o'zimga ish qidirdim. Qarasam, kuxnya yaxshi variant. O'zimda yo'q stresslarni miyamga buklab tiqqanlardan keyin o'zimga anti-stress bo'ladigan ishlarimni qildim. O'sha sizlarga ham o'zimga ham yoqadigan qilib, hamma joylarni ko'pirtirib yuvib chiqdim. Shunda miyam ancha tinchlanib, endi uxlayman desam, chuchorani ham sanagan ekanman. Holda bolallarimdan qolgan surprizni irshayib kutib oldim. Shotlarni birodam bashara qilib yig'ishtirib qo'y dedim de, mana shu divanimiz bor-ku, Terminatormi, Transformermi, xullas-da, mana shu divanga vasha o'tirgim kelmaydi, chunki uxlatib qo'yish xususiyatiga ega. Kelinlarga bo'lsa bu narsa вообще невыгодно. Xullas, endi sizlarga yaxshi uy bekasi bo'lib, betimga emas, sochimga emas, uy uchun olgan narsalarimni ko'rsataman. Xullas, sizlarga aytadigan bo'lsam, bu so'm soladiganni ham, salfetka qo'yadiganni ham, stakanni, suv shilkasini ham, qozonni qopqog'i deysizlarmi, tarelka deysizlarmi, любой narsani qo'ysa bo'ladigan universalniy mana shunaqa narsalarni ham hammasini Vasatunus profildan olganman. Ularda birinchi qo'l, sababi o'zligi ishlab chiqarish. Xolodilnikda turgan tuxumlaringlarni ham nastroyeniyasi zo'r bo'lsin desanglar, ularga ham bitta shunaqa kacheladan qo'ying. Endi bo'lsa mana bahaybatda korobkada nima borligini ko'rsataman. Menimcha topaman bo'ldinglar shekilli. Jaydarchasiga aytganda, men bu surchiligim вообще alohida jiyan. Yosh bolaga o'xshab xursand bo'lishim qaranglar, yoniga borsanglar, hidinglarni sezib o'zi ochiladi. O'zini knopkasidan bemalol ochib yopsanglar ham bo'ladi. Har 2 minutda, конечно, musor tashlamasanglar kerak, zaryadkaga qo'yib qo'ysanglar ancha ketadi. O'zining ichidan zaryadkalari ham chiqadi. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, unitazlarni tozalaydigan cho'tkalarni Doda xo'jalaridan zakaz qildim. Bittasini birinchi etajdagi общийga, bittasini bo'lsa qizlarim xonasidagi shaxsiy mini xonachasiga. Yaltirab turganini sirazi bilgan bo'lsanglar kerak, bunisi qizlarim xonasi. Mana bu seriyasining kichkinagina shotkachasi ham bor ekan. Kачествosiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi ko'rsatadigan narsam shunaqa shvabra. O'zini shunaqa lipuchkalari bor, bemalol yechib, yuvib, enasini ko'rsatib ishlatsanglar bo'ladi. Yana Vasatunus profildan shunaqa non soladigan idisham olganman. Komplektida shunaqa ikkita chiqadi, kattasi va kichkinasi. Maza qilib bemalol ishlatasiz. Profillarga kirib ko'rsanglar, urnalarni komplekt naborlaridan tortib, organizerlar, даже sovg'alagan narsalar topsanglar bo'ladi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib olinglar. Keyingi relslarda ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni bo'lsa uyim joyim deydigan kelinkalarga jo'natib qo'yamiz.